Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga qiziq bo'lgan Kia Evo 6 2024-yil 9-oyda ishlab chiqarilgan. Atiga 41 000 probegda. Mashinamiz ozgina DTP bo'lgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Oldi kapot almashgan va o'ng tomon kirilla almashgan. Inshaalloh qolgan joyda kraskasi yo'q, toza. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pony full GT line'da. Hop, eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Pamuk sideniya, plavishli sideniya. Birkada 2024 9-oy. Hamma narsasi bor. Hop, elektromobil 41900, 4D kamera 360, avto hold, xullas hamma narsasi bor. Abduf Abagrev hamma narsasi ishlab turibdi. Panoramalari ham chiroyli. Uni rangi ham do'stlar juda ham chiroyli. Yangicha rangda. Kimga qiziq bo'lsa ko'ringlar. Yopinchig'i ham bor. Yopinchig'ini ham qo'shib beramiz. Inshaalloh mashinamiz tiniq holida turibdi. Only full. Kimga qiziq bo'lsa, hammaga narxi qiziq. O'tgan safar $22 000 chiqarganman. Xo'p, u O'zbekistonga, faqat O'zbekiston uchun chiqardim. O'zbekistonga yo'l kirasi ichida deganman, yetib borishi bilan. Endi rastamoshkani hisoblab beraman do'stlar. $6,500 chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, $26,000 ga rastamoshkasi bilan qilib beramiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qirg'izistondagi akalar uchun ham xo'p, arzon qilib beramiz. Mashinaning narxi tan narxi $19,000 dan ozgina o'tib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinamiz kraskasi toza, shu ikkita joyi kraska qilish kerak. Tayyor qilib qo'yganmiz, chunki O'zbekistonga kirganda rastamoshka arzonroq chiqishi uchun. To'liq zaryad bilan 500-550 km yuradi. Inshaalloh 34% bilan hozir 200 qancha ham 218 km ko'rsatyapti. Har xil rejimlari bor. 6 ta rejimi bor. Kimga qiziq bo'lsa, orqalari ham juda ham keng mashina. Kimga qiziq bo'lsa, sidinalari ham bo'lakcha. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.